Assalomu alaykum qadrdan qadrli obunachilarim. Bugun jaydaricha video to'p qo'ydim sizlarga. Yana bugun patishkalaringni kutaman. Like papskani ayamanglar bu videolaringga. Bizni turar joyimiz hozir Qo'qon shahar Islomobod ko'chasi 43-xonadon sotiladi aka. Mana 43-xonadon 4,5 sotikdan iborat. Ichkarida 6 xonasi bor, bir xona oshxonasi bilan yana qo'shimcha maydonlari bor. O'zbek xalqimizda bir naql bor. Uy olguncha qo'shni oladigan. Eng qiziqarli tomoni mana Palma mehmonxonasining yonginasida joylashgan. Bu yerda sizlarga lokatsiyasi bilan tushuntiradigan bo'lsam, 43-xonadonning yo'lni u yog'ida akalar ko'rsataveramiz video chakamizdan. Bog'cha, banisa, eksterni hamma yoq joylashgan. Eng qiziqarli tomoni Go'radildan kelishda katta yo'lda qirg'og'i, stadion, raddomlar joylashgan bu tomonda. O'ng qo'lingizda Palma mehmonxonasining yonginasida joylashgan. Yerimiz hamma dokumentlari joylashgan. Pastda akalar egasini aytish bo'yicha ochiq maydon hisobida sotilyapti. Bu yer lokatsiyasi bo'yicha bu yerga qiziqqan insonlarga videomizda telefon nomerlarini qoldiramiz. Endi yerimiz narxiga keladigan bo'lsak, egalari 140 ming dollar sotilishi deyapti. Ishqibozlarga jo'natib qo'yamiz. Xaridorlar bo'lsa shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar.